va mehribon tarbiyachi pedagoglar. Bugun bizning qalbimizda quvonch ham, hayajon ham mujassam bo'lgan unutilmas kundir. Chunki bugun jajji tarbiyalanuvchilarimiz uchun bolalikning eng go'zal maskani bog'cha bilan xayrlashib, bilim va orzular sari yangi qadam qo'yadigan kundir. Bugungi bayramimiz Xayr bog'cham salom maktab deb nomlanadi. Mana shu go'zal dargohda bolajonlarimiz ilk harflarni tanidilar, sanalarini o'rgandilar, sanashlarni o'rgandilar, she'r aytdilar, qo'shiq kuyladilar, rasm chizdilar, do'stlashdilar. Eng muhimi, ular mehr, odob, hurmat, vatanga muhabbat kabi ezgu tuyg'ularni o'rgandilar. Bugun biz ularni katta quvonch va ishonch va ezgu tilaklar bilan maktab sari kuzatamiz. Aziz bolajonlar, sizlarni oldinda yangi bilimlar, yangi do'stlar, yangi orzular kutmoqda. Maktab ostonasidan dadil qadam bilan kirib boring. Sizlarga sog'lik, baxt, a'lo baholar, ilm olishga bo'lgan cheksiz ishtiyoq tilaymiz. Shu ezgu tilaklar bilan Xayr bog'cham salom maktab nomli bayram tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Mana bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z Kosonsoy tumani 5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Xosiyatjon Nasriddinovaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz, ota-onalarimiz. Barchangiz avvalambor va shu davrimizga xush kelibsiz. Barchangizga hasanot deyman. Iloyim ishlaringizga omad tilayman sizlarga. Assalomu alaykum aziz bolajonlarimiz. Shirindan shakar bolajonlarimiz. Bugun mana sizlarni eng quvonchli kuningiz. Bu bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim ota-onangiz orzu qilgan bola, niyatlarga yetishadigan bola bo'lingiz. Vatanimizga xizmat qiladigan bola bo'lingiz. Ota-onangiz hajlarga olib boradigan bola bo'lingiz. Barchangizni umringizni uzoq qilsin Allohim. Farzandlaringiz rohatini ko'ring ota-onalarimiz. Barchangiz yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat ustoz. Diqqat, diqqat, diqqat. O'zbekiston Respublikasi matiyasi yangraydi.